mashina nima bo'ldi. Keyingi kunlarda shunaqangi muammoli videolar ko'payib ketdiki, oxiri men bu videolarni qo'yishga o'zimda kuch topa olmayapman. Chunki odamlar bunday sayohatni ko'raman deb meni kanalimga kirsa-yu, bu yerda meni muammolarimni ko'rib turadigan bo'lsa, bu qandaydir g'alatida. Oxiri odamlarni bezdirib qo'ymaslik uchun mashinani muammoli videolarini qo'ymayapman. Bir Shimoliy Koreyaga o'xshash davlat ekan, endi bu ham nima deysizlar. Undan ko'ra ko'rdinglar, kecha Azizbek aka bilan yoqlarda aylanib keldik. O'sha sayohat videolarini qo'yib turibman. Xudo nasib qilsa, mashinamizni olsak, yana sayohat videolarini davom ettirishni boshlaymiz. Bu birinchisi. Ikkinchisi, yana kichkina muammo paydo bo'lib qoldi. YouTube'da kimdir sayohatchi Abu sarguzashtlarni turib men nomimdan bitta YouTube kanal ochib olibdi va o'sha kanalda bir ikkita e'tirozlar kelishni boshladi menga. Umuman olganda o'zi YouTube, Facebook, Instagram, TikTok hamma yoqda ijtimoiy tarmoqlarda sayohatchi Abuning kanallar juda ham fake kanallar ko'payib ketdi. Mayli, qarshiligim yo'q. Bemalol odam to'plab reklama qilasizmi, boshqa qilasizmi, omadingiz bersin, lekin bundan buyog'iga 2 dona talabim bor. O'sha talabni bajarsanglar, darshi yuritaverasizlar. Bo'lmasa avtorskiga jalba tashlatib, hamma videolaringizni o'chirtiraman. Bitta ham videongiz qolmaydi kanalingizda. Ya'ni birinchi talabim, profilingizdan meni rasmimni olib tashlaysizlar. Men shaxsan o'zim tushgan yoki sun'iy intellekt yordamida yaratilgan rasmlarning farqi yo'q. Hammasini olib tashlaysizlar. Boshqa o'zingizni rasmingizni qo'yasiz ham mayli yoki boshqa rasm qo'ying. Meni mana bu asosiy rasmiy sahifalarida turadigan rasmni sizlar qo'ymaysizlar. Bu birinchi talabim. Ikkinchi talabim, har bir kanalda biografiyasi bor. Tepada kirgan odamki a'zo bo'lishdan oldin birinchi o'sha joyda o'qiydi. O'sha yerga bu sayohatchi Abuni rasmiy kanali emas deb yozib qo'yasizlar. Chunki ko'ryapman, shunaqangi bir kommentariyalarda javob beryapsizlar. Xato odamlar sayohatchi Abu shunchalik savodsizmi degan tushunchaga borib qolishyapti ko'pchiligi. Men oliy ma'lumotli insonman va ikkita oliy guvohni tugatgan odam sifatida shuni aytamanki, hatto qattiq bilan yumshoq xini ham ajratib yozaman men. Lekin ko'ryapsizlar, juda ham ko'p savodsizlarcha javob berib tashlayapsizlar-da odamlarni ko'z oldida. Men xuddi bir savodsiz odamga aylanib qolyapman. Shu talabni bajaringlar, iltimos. Kanallaringizni bloklatishga majbur qilmanglar meni.